Yozgi mavsumda qishloq xo'jalik texnikalarimizning suv harorati ko'tarilib ketishi, ya'ni qizib ketishi juda ham ko'p uchraydi. 3 ta 4 ta sabablari bor. Buni hammamiz bilamiz. Birinchi navbatda tekshirib ko'rishimiz kerak bu termostatlarimizni ishchi holatda ekanligi, yopilib qoldi yoki ochilib qoldi, o'shani evaziga ham qizib ketadi. Ikkinchisi suv nasoslarimiz, ya'ni pompalarimizni parrakchalari yeyilib ketgan bo'lsa ham qizib ketish ehtimollari ko'p bo'ladi. Lekin bizda mijozlarimizni kelib juda ko'p uchraydigan holatlarimiz ko'p bo'lgan, ya'ni bu hech kimning e'tibor hayoliga kelmaydigan narsa, ya'ni radiatorlarimizni to'lib qolishi. Nimani evaziga to'ladi? Biz shlanglar yoki karcher orqali radiatorlarimizni tozalaymiz. Nam holatda yana qayta dalaga kiramiz. Chang evaziga u changlarimiz loyga aylanib, havo kanallari to'ladi. Traktorimizni qizib ketish ehtimoli juda ko'p uchraydi. Yana bitta sabablaridan ko'ra o'sha kunlarimiz isidi, antifrizimiz kamaygan bo'lsa suv sovarish ehtimollari ko'p bo'ladi. Bu ham dvigatel ichidagi zanglarga olib keladi. U zanglar radiatorimiz kanallarini to'ldirish evaziga ham o'sha qizish holatlari ko'p uchraydi. Radiatorlarimizni suv bilan emas, ya'ni kompressor orqali tozalash tavsiya etiladi va yana yaxshi sifatli antifrizlardan foydalanishlaringizni tavsiya etib qolamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, fikringizni uzoqlarda qoldirasiz. Traktori bor do'stlarga yuborib qo'yishni unutmaysiz. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Agar ishonchsizda ishonchni tanlovingiz. Oxirida o'zimizga bitta bunday yemaysiz.